Videoni boshlashdan oldin molxonani ichini, o'zini, molni turishini, tegi qanday, umuman olganda molxonaga bitta baho bering va albatta izohlarda yozib qoldirsangiz, fikringiz juda ham qiziq. Bitta ko'ringlar. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, hurmatli kanalimizning obunachilari. Bugungi videomiz juda ham qiziqarli bo'ladi va manfaatli bo'ladi. Nimaga? Chunki mollarni ko'rib turyapsiz. Bular qanday tarzda boqilyapti? Undan tashqari molxona to'g'risida ham ma'lumot bo'ladi. Nechta pul daromad olsa bo'ladi? Mol boqib, sigir boqsa foydasi ko'proqmi yoki kamroqmi? Atilib bersa foydasi bormi yo'qmi yoki quruq bersami? Barchasini hozir esa malakali veterinar vrachdan barchasini bilib olamiz. Ularni esa Xorazmda 70-80% odam tanir ekan, akalar. Bizni qo'llab-quvvatlash uchun bir donagina like tugmangiz hamda fikringizni izohlarda qoldirganingiz juda ham katta yutuq bo'ladi. Assalomu alaykum. Jasur og'a, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizlarmi? Hormayli. Xorazmda dim sovuq deydi-ku. Ha, sovuq. Og'a, o'zingizni bir tanishtirsangiz obunachilarimizga. Men Berdiyev Jasur, 20 yillik veterinarman. Ben endi gapasal Norakrakman, shogirdim bularni davom ettiradi. Gap so'zlari bo'lsa. Og'amiz ozgina uyalyaptilar kameraga chiqqanda, lekin o'zlari bilan bu yoqqa kelishdan oldin gaplashdik. Haqiqatan malakalari ham juda ham katta. Nimaga? Chunki men respublika bo'yicha yuraman va juda ham ko'p insonlardan bular haqida yaxshi ma'lumotlarga ega bo'ldim. Shuni hisobiga men uverni sizlarga ayta olaman bu narsani. Og'a, endi siz bular haqlarida bir ma'lumot bersangiz. Ustozim Berdiyev Jasur, 20 yillik stajga ega veterinar vrach. Shu kungacha mingdan ziyod ochiq hayvonlarga yordam bergan. Biz har turli xil operatsiyalar o'tkazamiz, davolashlarni, profilaktika va mollarni to'g'ri oziqlantirish va semirtirish bo'yicha maslahatlarni berib boramiz. Og'ay, deydi Xorazmcha gap yo'q ekan. Og'a, yana bir bor qo'lingizni olib qo'yamiz. Gap yo'q, lekin endi bu yerga kelishimizdan maqsad xalqimizga manfaatli bir chiroyli video qilsak. Maylimi? Maylimi. Mikrofon sizlar turaveradi. Men shu yerda o'zida gapirib, iloji boricha mollarimizni qanday qilib shu holatiga olib kelamiz va molxona to'g'risida ma'lumot bersangiz, og'a, chunki juda ham ko'p akalarimiz bor, molxona qurishmoqchi, lekin bir ikkita savollari bor. Misol uchun, nima sababdan rezina qo'yilgan, g'ishtmi, betonmi, shu to'g'risida. Muhammadjon, sizga bitta savolda. Mana shu molni 5 oy oldin necha so'm olingan deb o'ylaysiz? Mana shu mollar hammasi bitta partiyami? Hammasi bitta partiyada. Endi bordir bir 14, 15, 16 millionga olingandir. Endi bu hozirgi ko'rinishi juda katta. Mollarni boya ko'rdinglar o'zingizlar. Katta-da mollar. Bu mollar bundan 5 oy oldin 11 millionga olingan har birisi. Ya'ni 5 oy oldin 11 millionga 11 millionga olingan har birisi. Siz nima o'ylayapsiz? Kommentariyada yozib oling. Qanchalik haqiqatga to'g'ri? Gap yo'q. Buni nima bilan boqishimizni hozir videoni davomida ko'rib borasizlar. Birinchi bo'lib molxona to'g'risida gaplashamiz, lekin meni hozir qiziqtirdi. 5 oy oldin shu mollarimizni 11 millionga olingan. To'g'ri, sizlar aytishingiz mumkin, 5 oy oldin narxi boshqacha bo'lgan, bu bo'lgan, bu bo'lgan deb, lekin umuman olganda 5 oy oldin 11 millionlik molni ko'radigan bo'lsak, men kadrga qo'yaman. Kichkinagina bir ho'kizcha olgan bo'larmiz. Kichik. Og'a, ketdik, endi bir chekkadan boshlaymiz. Molxona qurilganiga qancha bo'ldi, og'a? Molxonani qurilganini bir 4-5 yillar bo'lib qolgan. 4-5 yillik bo'lgan. 4-5 yil bo'lgan. Gap yo'q. Hozir 5 yildan beri demak mollarni mana shunaqa olib sotib obro't qilishadi. Obro't qilishadi. Molimizni ichib ketayotgan ekan. Hozir bunga ham yechimini topamiz. Paytdan foydalanamiz. Foydalanamiz og'amiz. Qarang, yana keyingi savol, shlankalarni ko'rdim, tubadan o'tkazilgan ekan, suv bo'yicha. Ular qanchalik foydasi bor degan, oralig'i qancha bo'lishi kerak? Oralig'ini buni 130 qilingan, 1 metr 30 santimetr qilingan, bir o'kiz normalniy turishi uchun tashkillashtirilgan bu. Yotganda, turganda, boshqa narsalarida o'zini effekti zo'r bo'lishi uchun.
Ha, siz nima deb o'ylaysiz? 1.30 normalmi yo 1.20 mi? 1.30 normal. 1.30 normal. 1.30 normal. Gap yo'q. Endi men o'zim shaxsan o'zimni shaxsiy fikrim, men 1.20 deb aytib yuraman doim. Lekin hozir siz 1.30 deganingiz qiziqtirdi, gap yo'q. Va qarang, bitta narsa bor ekan, o'xirni endi oldiga borishdan oldin bu yoqdan ko'rsatamiz, oldiga borichi. O'xirni o'tdi, har bir o'xiri o'rtasida emas, o'tiramiz. Yarmi bor. Bitta yarmi bor. Yiltirar ekan, ikkinchi yarmida esa Suv turadi. Ha, o'g'il? Suv turadi. Molligi suv kamlik qilmaydimi? Yo'q, kamlik qilmaydi. Suvi hamma vaqt yetarli bo'ladi. Ha, hamma Suv hamma vaqt yetarli qilib beriladi. Yem ham vaqtida yetarli qilib beriladi. Qo'y, chiroyli. Xo'p, og'a, yana juda ko'p kelib tushadigan savol. Tegi rezinka qilingan ekan. Beton qilganimiz yaxshimi, g'isht qilganimiz yaxshimi, yo rezinami? Endi hammani sharoiti har xil akalar, to'g'ri tushunasizlar bu narsani, chunki hamma ham rezinka qo'yishga endi imkoniyat bo'lmay qolishi mumkin vaqtinchalik. Shunga siz nima deb chiroyli maslahat bergan bo'lasiz? Endi buni maslahatini hozir mana shogirdimiz Otanazar chiroyli qilib aytib beradi sizlarga. Qaysini ta'siri yaxshi bo'lishini tushuntirib beradi hozir. Bo'ldi, juda ham yaxshi. Iloji bo'lsa Otanazar aka chiroyli qilib tushuntiring nimaga? Chunki mollarga meditsinskiy taraflama ham tushuntirib bersangiz bu narsani, tuyoq kasalligi kelib chiqishini, boshqasini juda bir chiroyli bo'lgan bo'lar edi. Aka, nima deysiz siz? Asosan bu molni teyi uklon bo'lgan bela, uklon, чтобы axrati tushib ketishi uchun. Pastga tushish uchun. Keyin agar bu betonda turadigan bo'lsa, oyoqning teyi sovuq chekadi. Oyoq teyi sovuq chekkandan keyin uyda vоспаление, yallig'lanish kelib chiqishi mumkin. Shuni oldini olish maqsadida hozir bu yerda rezinka qo'yilgan teyina. Rezinka esa yumshoq, hamda esa oyoqni og'ritmaydi, har xil tuyoqning kasalliklarini asqaydi. Shuning uchun hozir bu yerda rezinka qo'yilgan teyina. Lekin endi ayrim hollarda boshqa betonda tursam bo'ladi, lekin asosiy hozir optimalniy yechim bu yerda rezinka bo'ladi. Rezinka bo'ladi. Xo'p, agarda aka, men misol uchun meni imkoniyatim yo'q tegiga rezinka qo'yishga. Menga nima maslahat berasiz aka? Bunda tegiga quruq narsa sepish kerak-da. Aha, qum yoki apilka shunday. Yumshoq bo'lish kerak ekan-da demak. Kerak-da. Aha, bo'ldi. Tushunarli. Aka, nima bo'ladi agarda biz betonga qo'ysak yoki g'ishtda tursa, kasallik ko'p kelib chiqadi? Kasallik ko'p chiqishi mumkin, shunday. Yana chunki keyin u sut berish kamayadi, semirishi kamayadi. Shunaqalarga olib kelishi mumkin. Ha, tushundim. Demak, bundan zax o'tadi va undan tashqari endi sizlar tushunishingiz uchun kasallik qaydan kelib chiqadi? Disbalans bo'ladi. Tuyog'i oladigan bo'lsak, bitta tuyoq agarda u pastda turadigan bo'lsa, disbalans bo'ladigan bo'lsa, shu holatda bo'lib qoladi tuyog'imizda. To'g'rimi o'g'il? Shunday. Shu holatda bo'lgandan keyin buni og'irligi shu tuyog'iga tushadi va shuni hisobiga o'rtasida yirtilish ko'zda kechirilib, axlati siydigini bosgandan keyin zaражение kelib chiqadi. Shunday. Endi tushunishim bo'yicha keyin har 6-7 oyda tuyoqni tozalab turish kerak-da. 6-7 oyda. Ha, tozalab, oyoqni qirqib turish kerak o'zini sxemasi bo'yicha. Uxti. Aha. Endi men bu narsani eshitmagan ekanman. Aynan har 6-7 oyda uni misol uchun agar biz qirqmasak, u minus tarafini ayting, keyin foydali tarafini aytamiz. Minus tarafi tuyoq o'sib ketgandan keyin tuyoqda har xil kasallik kelib chiqadi. Yazva, rastorgoytsa, podошвенный дерматит, mikrobakterioz degan kasalliklar kelib chiqishi mumkin. Shuni oldini olish maqsadida biz u yerga uhod berib, tozalaymiz va qirqamiz. Shundan keyin oyoqiga uni vazni ravnomерно tarqalib tushadi-da. Uxti. Ana bu zaman oyoqni qirqish kerak bo'ladi. Har 6-7 oyda qirqib turish kerak. Gap yo'q. Oltinga teng bo'lgan maslahatlar shu akamiz uchun bitta like bosib qo'yamiz. Aka, sizni ishlaringiz bo'yicha misol uchun qaydan topsak bo'ladi sizni? Biz o'zimizni ijtimoiy tarmoqlarda ochganmiz, Xorazm Vet.uz deb. Uxti. Xorazm Vet.uzdan obuna bo'lib qolaman, xudo xolasa. Xorazm Vet.uz agarda aynan veterinariya yo'nalishi bo'yicha maslahat kerak bo'lsa, bemalol o'tib ko'rsangiz bo'ladi. Juda foydali videolari bo'lishi kerak. Chunki veterinar sohasi bo'yicha juda ham qiziq ma'lumotli bo'ladi. Iloji bo'lsa agar veterinarlarga obuna bo'ling va ularni qo'llab-quvvatlang. Xo'sh, gap yo'q aka. Endi bo'lsa biz ratsion haqida gaplashamiz. Ozuqa ratsioniga qiziqadiganlar juda ham ko'p bo'ladi. Shuni hisobiga ozuqa ratsionini biz hozir sizlar bilan birgalikda ko'rib boramiz. Og'a, bu nima atili bu? Qanday atili? Nimasi, tarkibi nimadan iborat? Bir ko'rsatib bering. Tarkibida sechka bo'ladi. To'g'ri.
Sechkadan muatala bo'ladi. Ha, faqat sechkani o'zi. Sechkani o'zi. Bu yerda Aha. 30 kilo bor bu yerda. Ha, 30 kilo sechka bor. Aha. Bu qaynab pishgandan keyin bu 50-60 kilo bo'ladi. 2 marta ko'payadi. Oho, demak Marta 30 kilo sechkani biz qo'shyapmiz va albatta qaynagandan keyin bu 2 baravariga ko'payadi. Ya'ni 2 kilo berilayotgan bo'lsa, значит 4 kilodan to'g'ri keladi. Shunday. Xo'p, nechta mol edi bu yerda? Bu yerda 30 ta mol. Aha, 30 ta molga. Demak, shunda har bir molimizga pishgan holatida 2 kilodan to'g'ri kelyapti. Shunday. Gap yo'q. Buni 2 mahal berasiz. Shunday. Ertalab va kech payt. Shunday. Xo'p, qo'shib yana nima beramiz? Qo'shib bunga yana umumning drobyokadan chiqqan bu yerda kepak, makka, Aha. keyin kunjara bor bu yerda sechka bor, shuni aralashtirib, ustidan qo'shib aralashtirib beramiz buni. Ha, drabilkadan Shunday. chiqarib. Gap yo'q. Buni shunda qancha beramiz? Buni shu ustidan qo'shib beramiz shuni. Yo'q, qo'shib qancha? Misol 2 kilo, 3 kilo, 5 kilo, 6 2 kilo. kilo qo'shamiz. Ha, 2 kilo qo'shamiz. 2 kilodan. Demak, bundan agar soladigan bo'lsak, u ertalabkisida 4 kilo bo'lyapti va kech payti 8 kilo umumiy hajmda yem, ozuqa. Obedda nima beryapsiz? Obedga oddiy o't beradi. Ha. Beda beriladi. Aha. Beda beriladi. Bir mahal. Aha. Beda beriladi, 2 mahal yem beriladi. Bo'ldi, gap yo'q. Gap yo'q. Juda ham zo'r. Endi bu semirdirish faqat shumi? Shunaqa qilib boqiladimi bu yerda? Ya, endi undan boshqa semirtirishning yo'llari bor. Xudo xohlasa hozir buni ham aytib o'tamiz. Gap yo'q. Unda ularga ham sizga mana mikrofonni beramiz. U yog'ini ham tushuntirib bering, chunki biz xalqimizga manfaatli video tegsa, bizga shunchalik yaxshi bo'ladi. Ya'ni xalqimizni o'sishda davom etadi. Ular endi faqatgina yem bilan emas, Muhammadjon. Faqatgina yem bilan yoki atalar bilan emas. Bulara har oyda miyostahash dorisini qo'llab keltiramiz. Xo'p. Hozirgi kuniga kelib, bulara 3 marta miyostahash preparat qo'llangan. Ha, demak 5 oy davomida 3 marta qilgansiz. Ha, 3 marta qilganmiz. Oldin buni kasalliklardan xolisatib olganmiz. Endi hozir 3 etap qo'lladik. Bularni har etapida birinchi etap qo'llagan vaqtimizda mollarimizga 20 milliondan savdo kelgan. Ikkinchi etap 1 oydan keyin qo'llaganimizda mollarimizga 25 milliondan so'rab kelganlar. Ina 3-chi etap qo'llaganimizdan keyin mollarimizni optim 30 milliondan so'rab turibdilar, lekin egasi buni bermaydi. To'xtang. Hozir bularga birinchi inyeksiyani qilgansiz. Qanchadan qilgansiz? 1 oydan. 5 millilitrmi, 10 millilitr? 10 millilitr. Ha, 10 millilitr qilgansiz. Hop, birinchi inyeksiyani qilgansiz, oradan 30 kun o'tib, klient kelib 21 so'radi, to'g'rimi? Yo'q, 20 dan so'radi. Ha, 20 dan so'radi. O'zi 11 dan kelgan mollar 20 dan so'radi. Oho, gap yo'q. Ikkinchi inyeksiyani qilgandan keyin 25 dan so'radi. Endi o'ylab ko'ring. 3-chi inyeksiyani qilgandan keyin 30 dan so'rab turibdi. Hozir men tushunishim bo'yicha har oy 5 million qo'shilib kelyaptimi shunda? Har oy 5 million qo'shildi. Xarajati qancha bo'lyapti buni? Hozir xarajati. Hozir xarajati 1 millionga har bir mol boshimizga boradimi, bormaydimi? 1 millionga borib qolsa kerak. Dori, pori, nimalari bilan bilan shu 1 millionlar atrofida bo'lib turibdi. Siz nima deb o'ylayapsiz? Haqiqatga qanchalik to'g'ri? Endi bu akamizni ko'pchilik taniydi. Men bu narsaga ko'nglim xotirjam va uverенный bo'lib aytolmayman. Chunki Xorazmda juda ham ko'p akalarimiz bular haqida, nafaqat Xorazmda, ishoning, O'zbekiston bo'ylab men eshitganman bular haqlarida. Va agarda siz bularni tanisangiz, ushbu fermer xo'jaligini tanisangiz, izohlarda yozib qoldiring qanchalik to'g'riligini. Va ishonchim komilki, bu hammasi haqiqat. Og'a, ko'p kelib tushadigan savol. Men shaxsan o'zimni ham qiziqtiradigan savol. Novos boqib, boylab boqqanimiz yaxshimi yo sigirmi? Qaysi birida foyda ko'proq? Endi novosda ham foyda bor, sigirda ham foyda bor. Endi novos boqsangiz, buni go'shidan foyda olasiz. Ha, to'g'ri, go'shtdan olamiz. Semiradi, semirganning hisobina sizga foydasi kelib chiqadi buni. Agar sigir boqsangiz, sigirda ham bola beradi, ham sut beradi, ham oilani boqadi-da u. Ha, demak. 3 ta sigir boqadigan bo'lsangiz, 5 o'kizingizdan boqadi, bolasidan boqadi, sizni oilangizdan boqadi. Gap yo'q. Endi qanaqa qilib boqadi degan savol qiynayotgan bo'lsa, endi navoda bilmasangiz, u beradigan suti, misol uchun 3 ta sigirni suti, agar uni siz sotadigan bo'lsangiz, bemalol 5 ta ho'kizi, ya'ni navosi ozuqasiga pul bo'ladi, ham oilangizga pul bo'ladi, hamda bolasiga suti yana yetadi.
o'zini bolasini ham yetadi ustida. Gap yo'q. Shuni qilsa buni siz yana bitta o'kizli bo'lib qolasiz. Ana, ko'rdingizmi? Ayniqsa o'sha bolasini suti chiqqunicha agarda siz beradigan bo'lsangiz, shunda u qancha 4-5 oy bo'ladi, to'g'rimi? 6 oygacha bir xilli boqadi sutni. 7 oy ham boqsa bo'ladi. Ha, 7 oy ham boqsa bo'ladi. Endi siz uni sal kam bir 11-12 millionlarga sotsangiz bo'ladi. Sotsa bo'ladi, anasini ham pedasi qiladi. Ana sizga mana chiroyli javob bo'ldi. Menimcha bu javobni juda ko'pchilik eshitgisi kelgan, lekin nimaga baribir novoz boqamiz ayting? Nimaga baribir novoz boqamiz? Endi bu novosni ham o'zini foydasi bor, kayfi bor deng. Kayfi bor-da buni. Gap yo'g'i. Qo'y. Yana bitta savol, boyagi novosimizni ichi ketgan edi, og'a. Ich ketishli ko'pincha nimada kuzatiladi? Misol, noto'g'ri ovqatlantirishdan ham kelib chiqadi-da u. Misol, hozir bir ovqatni yoki atalarni ko'proq bersangiz ham ichi ketib qolishi mumkin. Balkim sizning kunjarangizda bir ximikat qo'shib kunjara ishlangan bo'lsa, undan ham ketib qolishi mumkin. Bo'ldi. Hozir uni to'g'ri lichena qilib berilsa vaqtida, u oydin bo'ladi, ketadi, hech muammo bo'lmaydi. Xo'p, lichenasi haqida qanday lichena qilsa bo'ladi birinchi bo'lib? Buna endi birinchi bo'lib hozir biza bera oksitetraksiklin. Bizning antibiotik bor, shuni qo'llab beramiz. Xudo xolasa oydin bo'lib ketadi, doполнительный vitaminlari bor. Qo'shimcha og'riq qoldiruvchilar urib beramiz. Xudo xolasa oydin bo'lib, chistin bo'lib ketadi. Muammo bo'lmaydi. Gap yo'q. Mana sizlarga marhamat. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha chiroyli video qilishga harakat qildik. Aybki buyurmaysizlar, xato qilgan bo'lsa avvalambor uzr so'rab qo'yamiz va bizni kuzatishni davom eting hamda like tugmasini bosish esingizdan chiqmasin. Hammaga kattakon rahmat. Pastdagi silkalarni qoldiramiz, telefon raqamlarini hamda kanallarni silkalarini bemalol o'tib ko'rsangiz bo'ladi. Miyostich, sog'lom yechimlar.